Assalomu alaykum qadrli treyderlar. Sizlar bilan Elliot to'lqinlari William Gann texnikasi smart moneylar bo'yicha forex va kriptovalyutalarni tahlil qilishda davom etamiz. Bugun alohida video tillada bo'ladi. Demak, tillada Elliot to'lqinlari bilan bugun Gann solishtirib ikkalasini demak xulosa qilamiz. Demak, Elliot to'lqinlari bo'yicha hozir globalniy mana bu bir haftalik 3-to'lqin tugaganga o'xshaydi va undan keyin orqaga hozir ABC orqaga demak 4-to'lqin bo'ylab korreksiya demak boshlangan bo'lishi mumkin va undan so'ng yana bozorni 5-to'lqin bo'ylab o'sishiga demak omillar yetarli. Demak, 1 soatlik time bu D1 grafiki. Agar 1 soatlik o'tadigan bo'lsak, 1 soatlik time frame'da bizada demak mana bu holat bo'layotgan bo'lishi mumkin. Demak, hozir B to'lqinga ya'ni bozor ozgina ko'tarilib, keyin shu yerdan S to'lqini va 4-to'lqin demak bu yerda tugashi mumkin. Shundan keyin yana globalniy 5-to'lqinga bozor ketishini taxmin qilaman. Agar Gann demak sistemasiga qaradigan bo'lsak, Gann sistemasida mana kechagi holat bo'yicha mana bu chotki mana bu уровень proboy bo'lgan, ko'ryapsizlar, arka proboy bo'lib ikkita сопротивлениyadan o'tgandan keyin bozor demak support zonaga kelgan va 3271 ga o'sha yerdan demak reaksiya bergan. Va hozir bozorimiz demak Gann analizi bo'yicha yana arkka kelib turib, yana mana bu retestga kelishi mumkin. Как раз Elliot to'lqinlari bo'yicha bu yerda demak WXY to'lqin tugashi mumkin. Shu yerdan yana bozor pastga ketishini demak taxmin qilaman. Demak, 5 minutlik time frame'ga o'tadigan bo'lsak, 5 minutlik time frame'da bizda hozir mana bu holat bo'lyapti. 5 minutlik time frame'da demak W demak X to'lqinimiz tugagandan keyin yana bozor Y to'lqiniga ko'tarilib va shundan yana pastga padение bo'lishi mumkin. 1 soatlik time frame'da o'sha demak ABC korreksiya bo'lishini taxmin qilaman. Bu agar bozor endi bilib bo'lmaydi, riskiga hozir tushib ketishi ham mumkin. 4-to'lqinga va undan keyin yana 5-to'lqin demak kutamiz. Lekin ABC agar pastga tushadigan bo'lsa, S to'lqin tugagandan keyin 4-to'lqin tugadi deb ayta olmaymiz. Bu WXY yana cho'zilishi mumkin pastga. Holatga qarab demak ish qilamiz. Like bosishni unutmang, kanalimizga obuna bo'ling. Kim Elliot to'lqinlari va Gann sistemasiga qiziqsa, demak adminga murojaat qilishingiz mumkin. Onlayn, offlayn kurslar ochilgan. Professional darajada demak o'rgatamiz. Xayr, salomat bo'linglar.